Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar bormisizlar? Juda ko'pchilik so'rashdi, topib bera olmadim. O'zim hijolat qilib ketdim-da. Ochig'i oxiri o'zi zavodiga keldim, yasaydigan zavodiga keldim. Zavodning direktori bilan ko'rishdik. Bu Mr. Kim Gi-hun bo'ladi. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. Bu ko'rishinglar mumkin, muzqaymoq tashiydigan butka bo'ladi. Holatlari mana shu holatda bo'ladi. Kelib ko'rsating-da. Yasalishi ishlarda plitkalari bo'ladi. Muzqaymoq tashiydigan firmalar juda ham ko'p chiqishdi, lekin topib bera olmay qiynalib ketdim. Oxiri yuzim chidamasdan keldim. Yasaydigan joyga mana shu butkani, akalar mana shu butkani tiklanmagan holatda jo'natadigan bo'lsak, nisbatan ozgina yengilroq tushishi mumkin. O'zimizda bilasizlar, chiroyli qilib tiklab berishaveradi. Germetiklar, mana bu silikonlari hammasi o'zimizda bor. Bu yer hozir zavodda tayyorlanish jarayonida. Bu katta zavodi. Kelib ko'rsating-da. Har xil turlaridan bor. Mana bu plitkasi. Plitkasi ham alohida chiqadi. O'zbekistonga mana shu holatda upakovka qilib yetkazib beraveramiz. Bu joyda 1 tonnadan boshlab 15-50 tonnaligacha xolodilniklarda shu muzqaymoq uchun yoki sut mahsulotlari uchun mo'ljallangan xolodilniklar tayyorlanadi. Keling bu yoqqa. Mana bu o'rnatish jarayoni. Buni sendvich panelining qalinligi 12 sm bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, ataylab tayyorlangan maxsus texnika hisoblanadi. Ichidagi nimani sovuq ushlab turish uchun ichkari tarafini. Mana shu holatda tayyorlab boriladi. Tepasidagi plitkalari -40 gacha olib tushadi. Odatda -37 deyilgan, -40 gacha olib tushadi. Kelib ko'rsating. Mana bu miyasi bo'ladi. Bu 380 ga ishlaydi. 3 fazalik bu butkani o'zini alohida olib qo'yib ishlatsangiz ham bo'ladi. Nima deydi? 3 fazaga yoqib qo'yasiz, muzlatib turaveradi. Bu bir marta o'rnatsangiz, mana parragi bo'ladi. Ichidagi suyuqligini u yoqqa bu yoqqa bo'lishini hisobidan muzlatadi. Hali oddiy refrigeratorlardan ko'ra anchagina bu mustahkam bo'ladi. Eng mощныйsi shu, oddiy qilib aytganda. Bundan kattalari ham bor. Yuring bu yoqqa. Qanday tayyorlanish jarayonini ham ko'rsatib o'taman. Mana bu panelning ichidagi pokega hisoblanadi. Panelning ichidagi pokega hisoblanadi. Qalinligi shu 12 sm. Bunisini ham ko'rsating. Katta 2,5 tonnaliklari ham bor. Bu kompaniya Chinsung degan kompaniya hisoblanadi. Mana bu yerdan 300 mana bu orqali zaryad qilsangiz bo'ladi. Zaryad qiladigan joyini ko'rsating-da mana. 3 fazali bo'ladi. Hali ishlab turgan holatini ham tashqarida ko'rsataman. Mana bu miyasi bo'ladi, kontrol qiladi. 요거 수출용. Suchul. Bu eksportga tayyor. Eksportga juda ham ko'p eksport qilinadi. Endi bu yog'i tayyorlash jarayoni. Ko'rsating bu yoqda ham. Bu poli hisoblanadi. Poli. Bular alohida bo'lib boradi o'zimizga. Shunda alohida borgan holatda tiklaysiz, bir-biriga kirishadigan qilib tayyor qilib berishadi. Buni ham ko'rsating. Mana buni ko'rsatsangiz, bitta tishlari bor. Bir-biriga shundoq kirgizasiz bo'ldi. Bu hali aralab kesib o'tiriladigan narsa emas. Bir-biriga shundoq kiydirasiz, tamom. Mana shu holatda yetib boradi. Inshaalloh qo'limizdan kelgancha ko'proq O'zbekistonga yetkazib borishga, xizmat qilishga harakat qilamiz. Endi hozir tashqaridagi narigi ichki tarafida qismlari qanday bo'lishini men bir ko'rsatib o'taman. Bu miyasi bo'ladi, boshqaradigan bundan yoqamiz, o'chiramiz. Oddiy qilib aytganda shu miyasi hisoblanadi. Bundan ham jo'natib beraveramiz. Endi buni har xil zapchaslari kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, sizlarga xolodilnigingiz bor-ku, lekin zapchas kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerda mana zapchaslari ham bor. Ko'rishingiz mumkin mana. 요거 팬. Zapchaslari bor. 팬 망이고요, 망. Mang. Boshqa zapchaslari, ikkiga eshiklari bor mana. Eshigini qalinligini qarang. Mun. 요 뒷문. Orqa eshiklari, yon eshiklari har xil. Bular eshigi, bu tarafdagilari. Endi hozir ichkarisidagi narsa, sizlarga ichkarisidagi qanday qurilish, plitkasini qanday bo'lishini ko'rsatib kelaman. Tepasiga qarang-da. Bularni tom qismlari, yon qismi mana shu holatda O'zbekistonga yetib borsa, buni yaqinlashtirib ko'rsatamiz mana. Juda yaqinlashib ketdi. Mana shular bir-biriga kirishadi. Orasida teshiklar ko'ryapsizlar, bir-biriga kirishadi. Shu holatda boradi, bir-biriga shunday nima qilinsa, tiklansa bo'ldi. Yuring endi ichkari tarafni ko'rsatamiz. Videoyimiz juda ham cho'zilib ketyapti.
Tezda ko'rsatib beraman. 요거 FRP. buni ham 유리 강화 섬유라고요. 네. FRP. 요거 표면 요. bunisi mana bu narsasi line bo'ladi, buni tepasidagi qoplamasi bo'ladi. Qattiq hisoblanadi, qattiq material hisoblanadi. Betiga ko'rsanglar mana bu tokagina tepasiga qoplanadi. Mana 요 yaqin 표면 ko'rsatdim. 요거 표면. Mana 요거. qoplamasi. Mana shu qoplamasi, ichki tashqisi mana bu yerni ko'rsating-da. Bu ichiga temir qo'yilgan, bir-biriga bemalol kirishadi-da. Ya'ni aralab, svarka qilib o'tirish shart emas. Buni yonbosh eshigi bo'ladi, toklari mana shu holatda chiqadi. O'zbekistonga yetib borsa, bu qanday tiklashni yana bir o'rgatib qo'yamiz. Bu yonbosh eshigi bo'ladi mana. Eshigini ko'ring-da, bu yerda bitta. Bu tarafida ham yana bitta eshik bor. Bu 2 eshiklik ekan. 3 ta eshiklik ham qilib chiqarib beraveramiz. Endi yonboshga yuring. Ichidagi plitkasini ko'rsatamiz. 먼저 어디부터 시작을 할까요? 이거부터? 뭐 그냥 간단하게 하죠. 간단하게, 예. 간단하게. 예. 이게 hozir boshlang. Hop, hozir tushuntirib beradilar. 이거 한번 설명 좀 해주세요. 네, 요게 그러니까 냉판이고요. 네네. 냉판 이게 정확하게 보면 저기 겉면. 네. 겉면이고 서스 재질이에요. 네네. 스테인리스 서스. Bu plitkasi muzlatib beradi va aytayapti, ichkari tarafini ham hozir alohida ko'rsatamiz. Plitkasi muzlatib beradi. Tashqari tarafidagi muz nimani ushlab turadi. Ichidagi hozir nimalarni trubkalari bo'ladi. Buni ichiga bir narsa quyilmaydi. Bu ichida bo'm-bo'sh deb o'ylamanglar. Buni hozir ichiga qo'yiladigan narsasini 이거 ko'rsatamiz. 열면 요 속을 열면 속에 요게 하나씩 들어가요. 여기. Buni ichini ochadigan bo'lsangiz, mana bu narsa bittadan kiradi ekan. Buni ichida gaz aylanib yuradi. Bu muzlaydi. Muzlagan hisobiga undan ham 2 barobar двойной nimani sovuqligini oshirib beradi. Buni bu yerda test qilinadi. Bu yerga masalan havo solib teshikmi, yo'qmi bir marta ko'riladi. Endi bu tarafiga kelsangiz, bu tarafga kelib ko'radigan bo'lsangiz, mana bu joyda test qiladigan joyi ekan. Gaz quyadi. Ichiga gaz quyib test qilib qo'yib qo'yishar ekan alohida. 1 kun, 2 kun ko'riladi, teshik bo'lmaydigan bo'lsa, undan keyin eksportga yoki ishlashga jo'natib berilaveradi. Keyin razmerlari bor buni ham. Baland 2,5-3 tonnali mashinalarga mo'ljallangani ham bor, balandi. Mana pastlari ham bor, ko'rishinglar mumkin. Bularni o'zini ham alohida chiqarib beraveramiz. Alohida qanaqa zapchas kerak desanglar, zapchas holatda chiqarib bersak, tiklab olsanglar ham bo'laveradi. Mana bu tayyor mahsulot hisoblanadi mana. Tayyor, ichiga gaz quyib qo'yilgan. Bu yerda yonboshlarini qotirib, ichiga gaz quyilgan hisobiga bu o'tda muzlaydi. Yurgan u yoqqa, bu yoqqa liqillaganda o'zini o'zi muzlatib yuradi. Hammamma qo'yishim yo'q. Hozir buni ishlatib ko'ramiz. Bu tayyor mahsulot bo'ladi. Tayyor mahsulot bu Isuzu'lar razmeriga to'g'ri kelib qoladi. Hozir ko'rsatib beradi. Ichkarisini ham ko'rsating-da. Yo'q, ani hamma qo'yishingizga yo'q. 그거 Kelinglar, mana buni ichini ozgina ko'ringlar. Bismillah. Olib kelingchi. Voy, mana shunaqasi yangi pachka olib chiqib qo'yibdi. Mana bu zaryadchiga bo'ladi. Hozir yoqib qo'ydi. Mana 360 kameralarigacha ham o'rnatib qo'ygan ekan. Mana busi nimasini gradusini o'lchab beradigani. Nech gradusda kelganini. 시동을 한번. 네. 잠깐만요. Hozir mashinani yurgizib ham ko'rsatamiz. 하고 틀면 예. Bu yoqqa keling. 시동을 틀면 요 온도 표시 안에 온도예요. 예. 29.5도. Hozir 마이너스. ichkaridagi gradusni ko'rsatyapti. Mashinani yoqishiga mana bu yerdagi gradusni ko'rsatib beradi. Kontrol qiladigan miyasi dedim, hali aytib o'tganim mana shu bo'ladi. Endi ichini ko'rsatamiz. Bu yoqqa keling. 한번 열어보셔도 되고. Bu yoqqa kelingda mana. 2,5 tonnali mashina, o'zi asli Isuzu'larniki 5 tonna deb chiqarishadi bizda. Voy, muzlab 이게 yotibdi. 비닐 커튼 좀 걷으셔야 돼요. 아. 비닐 커튼. 이게 비닐 커튼. Ichkarisini ko'rishinglar mumkin, muzlab yotibdi. Voy, o'ta sovuq. Hop, endi buni 1 tonnaligini ham ko'rsatamiz. Tepasidagi plitkalari, hozir ko'rsatib bergan plitkalarimiz mana shu holatda bo'ladi. 지금 아무 동력 없이 이렇게 온도 나오는 거예요, 지금. 예, 맞아요. 예, 안에 그 저기 Ko'rsatganimizda mana bu sendich paneli qalin bo'ladi. Endi 1 tonnaligini ko'rsatamiz. Yo'q, Ilton'i joyingi. 야, 이게 1톤 전기차요? E. Elektromobil bo'ladimi, solarkali bo'ladimi, benzinli bo'ladimi, umuman mashinaga farqi yo'q buni. Mashinani motoriga ulanadigan narsa emas bu. Ko'rishinglar mumkin.
Elektromobilga qo'yib qo'yilgan. Bu budkamizning umumiy og'irligi 850-900 kg deb o'ylasangiz bo'laveradi. Ozgincha og'irroq bo'ladi. Elektromobil muzqaymoq tashish mo'ljallangan. Muzqaymoqchilar, sizlarga necha marta tavsiya qildim, elektr olinglar deb. Mana Koreya polni elektrga o'tib bo'lgan. Bu yoqqa keling deb. Voy. Mana bu 1 tonnaligini. Endi buni o'rtasiga 6 kamerali yoki 3 ta eshikli qilib bersak ham bo'ladi. Bo'ladi. Ichkari juda sovuq ekan. Yomon sovuq ekan. Bu eshigini yana bitta eshik qo'yib bersak ham bo'ladi, yo 3 ta eshikli qilib bersak ham bo'ladi. 6 xil, masalan, assortiment ko'p bo'ladigan bo'lsa, 5 xil, 6 xil, 5 kamerali, 6 kamerali ham qilib beraveramiz zakazchilarga moslab. Mana bu tayyor, mana ishlab turibdi. 이게 만들어서 한번 내는 거예요, 테스트용. 작동 되는 Test uchun 거예요. ishlab chiqarilgan 34 gradusda turibdi mana. Ko'ryapsizlarmi? 34 gradusda mana bu miyasi hisoblanadi. Keling endi bu yoqqa. Ichkarisini. Mana. Muz bo'yotibdi-yu ichkari. Mana shu holatda tayyorlab chiqariladi akalar. Aloqaga chiqarasizlar, chiroyli qilib yetkazib beramiz. Bundan oldingi chiqqanlari mana bu chiqqan bo'ladi. Mana mashina 요거는 미리 한 10년 된 거예요. 10 yil bir ilgari chiqqanlarida mana shu mashinalar shu holatda chiqqan bo'lib, hali ham zo'r ishlab turibdi-da, oddiy qilib aytganda. Bu ishlamasa ham, mana parraga aylanmasa ham bir marta yoqib qo'ysangiz, qarang, eshik olib kelingda 5 yil 10 yil bo'lgan apparatga mana. Qarang, 6 kamera, mana muzni qarang. Muzlab yotibdi-da. Hozir ichidan nima chiqyapti, sovuq par chiqayotgani uchun kamerada qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Bular haqiqiy mana marojnani rasmi turibdi, muzqaymoq uchun mo'ljallangan. 3 ta eshiklik, 1, 2, 3 kamera, 6 ta assortimentga mo'ljallangan, orqasida eshik bo'lmaydi. Mana shuni yangisidan chiqarib beraveramiz. Narxi qimmat akalar, lekin narxi juda qimmat ekan. Bu yerdan chiqishi $9700 boshlanar ekan zakazimizga qarab, 1 tonnali mashinaniki. Lekin arziydi. Masalan, eskisini ham 10 yil, 5 yil oldingi eskilarni ham olyapsizlar. 6000, 7000 qilib olyapsizlar. Sizlar xohlagan razmerda, xohlagan stillaringda chiqartirib beraveramiz. Inshaalloh qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Qo'limizdan kelgancha yetkazib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.